Ikkinchi unit Who took the tools degan maqolani ko'rib chiqamiz. Birinchisi, custom degani urf-odat degani. Usual thing to do by tradition desa bo'laveradi. Is responsible mas'uliyatli, has duty of, respect hurmat degani. Think highly of da olamiz. Consider deb o'ylamoq, ishonmoq bo'ladi. Think of belief bo'lib tushadi bunga. Instead of nimanidir o'rniga rather than in the place of da olaveramiz. Exact degan aniq degani. Specific yoki accurate desa bo'laveradi. Hop, endi matnga o'tamiz. Who took the tools? Different cultures follow their own special customs when a child's baby teeth fall out. Hop. Qachonki bolani o'sha tishi tushganda har xil madaniyatlar o'zlarining urf-odatlariga tayanishadi. In Korea, for example, they have the custom of throwing lost teeth up on the roof of a house. Koreyada, misol uchun, ular shunaqa urf-odat borki, tushgan tishni uyda tomga yotib yorishadi. According to tradition, a magpie will come and take the tooth. Urf-odat o'sha an'anaga ko'ra hakka keladi-da, tishni olib ketadi. Later, the magpie will return with a new tooth for a child. Keyinchalik bo'lsa, o'sha hakka bolaga yangi tish bilan qaytib keladi. In other Asian countries such as Japan and Vietnam, children follow the similar tradition of throwing lost teeth onto the roofs of houses. Hop, boshqa Osiyo davlatlarida, xususan Yaponiya va Vietnamda bolalar xuddi shunday urf-odatga tayanishadi, tishlarini uyda tomga otishadi. Birds aren't only animals thought to take lost teeth. Qushlar yagona hayvonlar emas, o'sha tushgan tishni olish uchun. In Mexico and Spain, tradition says mouse takes lost tooth and leaves some money. Meksika va Ispaniya urf-odatlariga ko'ra sichqon keladi, tishni olib ketadi va pul qo'yib ketar ekan. However, in Mongolia, instead of mice, dogs are responsible for taking teeth away. Shunga qaramasdan, Mongoliyada bo'lsa, sichqonlarning o'rniga itlar mas'uliyatli bu vazifa uchun. Dogs are highly respected in Mongolian culture and are considered guardian angels of the people. Mongoliya madaniyatida itlar juda ham hurmat qilinadi va odamlarni farishta, qaroqchilari, qo'riqchilari deb ishoniladi. Tradition says that the new tooth will grow in good and strong if the baby tooth is fed to guardian angel. An'anaga muvofiq yangi tish shu qattiq va kuchli o'sib chiqadi agar uni o'sha itga berilsa, o'sha farishta qo'riqchiga berilsa. Accordingly, parents in Mongolia will put their child's lost tooth in the fat of a piece of meat and feed it a dog. Qo'shimcha ravishda yoki shuningdek aytsa bo'laveradi, Mongoliyada ota-onalar o'sha bolalarini tishlarini bitta go'shtni parchasi yog'iga tiqib berishadi va itga berishadi. The idea of giving lost teeth to an angel or fairy is also tradition in the West. O'sha tushgan tishni berish g'oyasi shuningdek g'arbda ham bor, faqat fairy degan pari degan, shu pari yoki farishta olib ketar ekan. Many children in Western countries count on tooth fairy to leave money or presents in exchange for a tooth. Ko'plab g'arb davlatlari ishonishadiki, tish farishtasi keladi, pul yoki sovg'a qo'yib ketadi tishni o'rniga. The exact origins of tooth fairy are mystery, although the story probably began in England or Ireland centuries ago. Tish farishtasini kelib chiqishi haligacha sir bo'lib qolgan, garchi u minglab yillar oldin, ya'ni o'sha asrlar oldin Irlandiya yoki Angliyada kelib chiqqan bo'lsa ham. According to tradition, a child puts a loose tooth under his or her pillow before going to bed. An'anaga muvofiq o'sha bolakay tishini yostiqning tagiga qo'yadi uxlashdan oldin. In the wee hours while the child is sleeping, the tooth fairy takes the tooth and leaves something else under the pillow. Wee hours degani ozongi uyqu vaqti. Misol uchun mana 3dan shu ozongi 3dan 5-6 gacha bo'lgan uyquni wee hours deyiladi. O'sha ozonda u kelar ekan va yostiqdagi bir nima qo'yib ketadi deyilyapti. In France, the tooth fairy leaves some small gift or candy. Fransiyada bo'lsa, tish farishtasi keladi va kichkinagina sovg'a yoki shirinlik qo'yib ketadi. In the United States, however, the tooth fairy usually leaves money. Amerikada bo'lsa, odatda bu pul qo'yib ketar ekan. These days, the rate is $1 to $5 per tooth. Bugungi kunda buni anaqasi qiymati $1 dan $5 gacha bo'ladi har bitta tish uchun. That can add up to a lot of money from tooth and fairy. Bu bo'lsa, o'sha tish farishtasidan ko'p narsa qo'shishi mumkin, pulni ko'paytirib borishi mumkin deyilyapti. Savollarga o'tiramiz. What is the main idea of this reading? Matnning asosiy g'oyasi nimada?
The tooth fairy leaves money for teeth. Tish farishtasi shu pul qo'yib ketish haqida tishni evaziga. Different cultures have different traditions about teeth. Har xil madaniyatlarda tish bilan bog'liq har xil nimalar bor, an'analar bor. Many Asian countries have similar traditions concerning teeth. Ko'plab Osiyo davlatlarida traditsiyalar hammasi bir xil deyapti, tish bilan bog'liq bo'lgan. Some tooth customs involve animals. Ba'zi tish naqalari, an'analari o'z ichiga hayvonlarni oladi. To'g'ri javob bitta binosi bo'laveradi, chunki har xil madaniyatlar haqida gap ketdi. Why do some people throw a tooth on the roof? Nimaga ba'zi odamlar o'sha tishlarni tomga otishadi? To get rich, boy bo'lish uchun, to get larger house, uyda kattaroq uy olish uchun, to have long life, uzoq umr ko'rish uchun, to get a new tooth, yangi tish olish uchun. To'g'ri javob bitta D bo'ladi, o'sha yangi tish chiqishi uchun. Where did the story of the tooth fairy probably come from? Tish farishtasi haqidagi hikoya qayerdan kelib chiqqan? North America, o'sha Shimoliy Amerikadan, Sharqiy Osiyodan, G'arbiy Afrikadan, Shimoliy Yevropadan. Okay. Mana nimada aytildi? Irlandiya yoki Angliya deyildi. Endi biz bu yerda Yevropaga kirib ketgani uchun D varianti olaveramiz. What is not traditionally put under a pillow in exchange for a tooth? Xo'p, o'sha yastig'ingiz tagiga nima qo'yilmaydi deyapti? Shu nima evaziga, tishni evaziga. A new tooth, yangi tish, pul, gift, candy. Xo'p, mana pul qo'yadi deyildi, sovg'a qo'yilishi mumkin, shirinlik qo'yib ketadi, lekin nima qo'yilmaydi? Tish qo'yilmaydi. O'shaning uchun ana olaveramiz, chunki biz not deb so'rayapti. Which meaning can define lost as used in line 7? Xo'p, 5-qatorda berilgan lost so'zini ma'nosini so'rayapti bizdan. Misplaced, noto'g'ri joylashgan, not won, yutmagan, wasted, bekorga sarflanib ketgan, fallen out, tushmoq. To'g'ri javob dinosi bo'laveradi. Fall out o'zi tushmoq, fall o'zi dini olarasizlar, shunday ham javob chiqib turadi. Count on ishonmoq, DV hours o'sha mana ozongi yo'qi 4-5 atrofida, add up teng bo'lmoq, teng kelmoq degani. All of the results we found in the experiment don't. Xo'p. Biz to'plagan barcha natijalar tajribada nima bo'lmadi? To'g'ri kelmadi, adaptatsiya bo'laveradi. I'm your friend, you can always me. Xo'p, men sen do'stingman deyapti. Endi do'sti bo'lgandan keyin albatta unga ishonsa bo'ladi. You can always count on me ni olaveramiz. The house was completely still and quiet during. Uy to'laqonli jim bo'lib qoldi. Qanaqa momentda? O'sha uyqu ozonda, shu uyqu vaqtida, DV hours olsak bo'laveradi. Xo'p, summarysi Asian countries, Osiyo davlatlarida kim olib ketardi? Bunaqani tishni who deyapti. Demak, men yerda olishimiz kerak. Throw it on the roof for it. Mana bird olamiz, qush keladi. Osiyo davlatlari asosan naqada deb, Macbethda hakka keladi. Mexico, Spain, mouse. Xo'p, Meksika bilan Ispaniya sichqon kelyapti-da, tishni olyapti, nima qoldirib ketyapti? Leaves money, pul qoldirib ketyapti. Xo'p, uchinchisi it. Demak, it qaysi where deyapti? Demak, qaysi davlatda edi u? Mongoliyada edi. Mongoliyani olsak bo'laveradi. It tooth, tish deydi. France, Fransiyada kim kelardi? Fairy keladi, mana. Fairyni olib qo'yamiz, Paris keladi. Tishni oladida va nima qoldiradi u? Sovg'a qoldiradi, gift. Xo'p, United Statesda Fairy keladi, nimani oladi? Pul qoldirish evaziga tishni oladi, takes the tooth. Okay. Testga o'tamiz. Do you think we can the package arriving tomorrow? Sen nima deb o'ylaysan? O'sha yukimiz ertaga kelishiga nimadir qilsak bo'ladimi demoqchi. Teng kelsak, ishonsak, fill out to'ldirsak yoki end up. To'g'ri javob count on bo'ladi. Ishonsak bo'ladimi shu narsaga degan o'zi jumlani beradi. I think it's good to take your shoes off in the house. Men o'ylaymanki bu yaxshi nimadir. Oyoq kiyimingni uyda tashqarisiga yechib kirsang. Custom fairy mystery pillow. Xo'p, qisqa qilib aytaman, to'g'ri javob custom bo'ladi, chunki qoidalar to'g'ri kelmaydi, urf-odatni olamiz. People have been following that tradition for centuries. Odamlar bu qanaqadir an'anaga asrlar davomida ergashib kelishadi. Xo'p. To'g'ri javob bo'ladi. Mana qadimiy an'anaga muvofiq new lost strong mavjud to'g'ri kelmasa kerak deb o'yladim. Endi olarasizlar. Please put the sauce on the side, on the top of the chicken. Iltimos sousni tovuqni tepasiga qo'y, nimasini quyishni yoniga, side yoni degani.
Hop, yoniga quyishni o'rniga tepasiga qo'y demoqchi bu yerda. Instead of olaveramiz, chunki ga o'rniga degani-yu. The new computer program works much better. The company the program a lot. Yangi kompyuter dasturi yaxshi ishlayapti. Kompaniya bu programmani juda ko'p nima qildi? Kuchaytirdi. Improved olamiz. C variant. There are many other of art other than just painting the sculptures. Bu yerda juda ham ko'p o'sha art san'ati nimadirlari bor. Nafaqat rasm va haykaltaroshlikdan tashqari. Xo'p, endi xilma-xillik demoqchida form nusxasi bo'laveradi. You cannot that shirt if you don't have the receipt. Ha, sen bu futbolkani nimadir qila olmaysan agar qog'ozi bo'lmasa, retsept bo'lmasa. Retsept hamcha chek degan ma'noda kelyapti. Exchange tavsiya bo'ladi. Almashtirib olarmisan deyapti, cheking bo'lmasa. Choose the correct formal word to fill in blank. No one knows where Joe lives. Hech kim bilmaydi Jo'ni qayerda yashashini. Endi qayerda aniq yashashini bilmaydi. Bilmaydi deyapti yoki lives deyapti. O'z o'zidan bitta ravish keladi, exactly ni olaveramiz. The plane disappeared over the Pacific Ocean. Xo'p, samolyot nimadir qildi. Tinch okeanida qanaqadir tarzda yo'qolib qoldi. Qanaqadir tarzda. Bu ham endi ravish bo'ladi. Mysteriously olaveramiz. You should the beliefs of others even if you disagree with them. Sen boshqalarning ishonchini nimadir qilishing kerak, hatto ularga qarshi chiqsang ham. Xo'p, shundan keyin modal fe'l bo'lgan fe'lni o'zini olamiz, respect olib beramiz, a varianti bo'ladi.